Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan menda Minecraft yangi video ko'rishga bugungi videoda ko'rib turganlaringdek Super Soccer Champions 2019 nomli o'yinda o'ynayman. Buni Google Play'da 10-15 megabayt atrofida yuklab olishingiz mumkin. Va endi biz o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazamiz, chunki ko'p o'tkaza olmaymiz ekan, uning uchun bir balolar kerak ekan. Hozir biz Real Madridga qarshi bir balo qilamiz. Nimaga Barselona emas? Chunki Barselona emas-da. Xo'sh. Kimga qarshi o'ynatsa bo'ladi? Real Madridga qarshi Real Madrid o'ynasa jinnicha bo'ladi. Valensiyaga qarshi Real Madrid. Men Real Madridman. Hala Madrid. Judayam qiziq bo'ladi degan umiddaman. O'zim sal paslataylik. Endi esa men boshlab beraman. Ko'kni bossalar sherigilarga oshirasa, qiziqsalar haligi daqa bo'ladi. Tepasizlar. Basiga chacha. Endi to'pni bir balo qilib olishimiz kerak. To'pni bir balo qilib ol to'pni. Oldi to'pni ketdi, yaxshi. Ketdik. Benzema gol uryapti. Bu 2019-yilda chiqqan, shuning uchun nimaga Benzema bor ya? Hozir yo'q demaylar, bu 2019-yilda chiqarilgan o'yin. Yechacha qilib gol urib qo'ydi. Endi esa ketdik. Qaytamiz. Valensiyaga qarshi Real Madrid 1-0. Real Madrid tutyapti. Qani bu yerga keramas. Qani masenga. Xo'sh, oshiramiz. Foul, warning egaray. Biz foydamizga ishlandi. Qani masenga yaramas. Va Молодцы, gol urganmi, молодцы. Gol urganmi, молодцы o'zi. Lekin offside ekan. Qani bu yerga. O Ramos to'pni olsang o'lib borasanmi? To'pni ol o'zi. 1-0 deb biz oldinamiz deb tenglashsa ham biz baribir tenglashadi deb olyapsan-da. Qani tada. Vatata. Yetchada. Va mana bu yerda Benzema qochib ketyapti. Gol! 2-0 avtogol bo'ldi. Darvozabonning qo'liga tegib kirib ketdi to'p. Qaralar, qanchalik ajoyib gol bo'ldi. Ajoyib assist va ajoyib gol. Chacha. Avtogol bo'ldi, короче. Hamma yuguryapti, Rudiger yugurishi o'xshab. Bu paytda Ronaldo bo'lmagan, 2018da ketgan Ronaldo Realdan. Hadi esa mana u yaramaslar boshlab beradi. Men senga yaramas. Hadi ketdik. O'shir. Maseng. Asensio sariq kartochka ko'rsatildi. Qani bu yerda olish kerak. Olsangchi, odamga o'xshab seni boshqartiryapman. Qani bu yerga kel. Bu yerga kel. Oshir deyapman senga, Kurtuva. Oshir. Cruz. Rashdan tugadi. Valensiya Real Madrid 2-0. Karim Benzema va Neto urdi gollarni. Sizlar eng haligindaqa zo'r o'yinchi deb hisoblaganinglarni yozib qoldiringlar bu uchrashuvdagi. Nega qolsa undan ko'ra Benzema zo'r o'ynayapti. Meyaqqa знат. Kurto. Bir yere kel. Çat. O topta aldık. Bas. Hadi. Ol topta. Hadi bas Ege. Yechachi. Hücumga qochib ketyapti. Topni oshirsa yaxshi edi. Ketdik. Pada. Casemiro.
O'lib bo'lardi oshirilsa. Qani ket. Va! 2-0. 75-daqiqa. Biz yutyapmiz. Real Madridda muxlislar izohlar yozib qoldiringlar. 10-kuni Barselona Real Madrid uchrashuvini 12da kuzatasizlar, ya'ni 10-may kuni soat 00:00 dan boshlab Real Madrid Barselona La Ligadagi shunday kuchlisan, o'ynamayapsan, qara. Ogohlantirildi kimdir? Fernandes ogohlantirildi. Qani buyoqqa. O'yin tugab bo'ldi. Real Madrid yutdi. Valensiyaga qarshi Real Madrid. Sizlarga eng ajoyib o'yinchi qaysi bo'ldi? Menga qo'shimdan ko'ra Benzema zo'r bo'ldi. Bitta gol urdi. Menimcha assist ham qildi, lekin mayli. Xullas, agar video yoqqa bo'lsa, like boshlovni bo'linglar. Ikkinchi qismda xohlasanglar ham ikkinchi qism ham chiqadi menimcha. Xullas,